Hayot hammani har xil tarzda azoblar ekan, bilasizlarmi? Men 2021-yil, 2022-yildan boshlab bloger bo'lishga qiziqib, harakat qilib, shuncha video, kontent, mukbang, makiyaj, makeup tutorial, GRVM hamma yo'nalishda video olib ko'rdim. Даже giflarda qatnashib, nakrutka urib bersa ham mayli deb hammasiga ko'z yumib, подписчик ko'paytirishga, prosmotr yig'ishga harakat qildim, lekin meni prosmotrlarim 100 tadan yoki 400 tadan oshmadi, layklarim 15 tadan oshmadi va qarabsizlarki, ikkita qizlar просто cho'milmasligini aytdi deb tushunmasam, ular просто cho'milmasligini aytib, ular bloger bo'lib ketdi. Ularning videolari shunchalik darajada uchdiki, даже ko'pchilik ularning videosini kesib, shu orqali reklama chiqib ketdi. Ular cho'milmaganligi orqali shu natijaga erishdimi, lekin cho'milib yurib shuncha harakatlar qilib, shimildiqqa ham erishmaganman deb tushunasizlarmi? Orada va shuni oqibatida men Instagramimni o'chirib tashlab, yana boshqatdan yangi Instagram ochdim. Hayot hammani har xil tarzda azoblar ekan.